videolaringizda haqiqat so'zini ko'p ishlatasiz. Haqiqat haqida gapirasiz. Haqiqat asli o'zi nima? Haqiqat deganda nimani nazarda tutyapsiz? degan savol paydo bo'ldi. Ushbu savolga javob beradigan bo'lsam, haqiqat na musulmonlarga, na xristianlarga va na butparastlarga tegishli emas. Haqiqat asli hech kimga tegishli emas. Haqiqat bu sizning aslingiz. Din sizlarni bevosita va xavfsiz yo'l bilan haqiqat sari yetalaydi. Lekin o'z o'rnida hech qaysi din haqiqat emas. Lekin u sizni haqiqat sari yetalaydi va uni o'zingizda topasiz. Ya'ni haqiqat asli o'zingiz ekaningizni, sizni aslingiz ekanini anglaysiz. Haqiqat o'zingiz ekaningizni anglaganingizda har narsada haqiqatni, ya'ni o'zingizni ko'rasiz. Va ko'rayotgan, anglayotgan, his qilayotgan narsangiz barchasi bu siz. Ya'ni sizning aslingiz. Va sizdan bo'lagi, ya'ni haqiqatdan bo'lagi yo'q.